Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga hozir 2000-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1 ni yaxshisi bor. Hozir bir qator ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mashinaga 13lik garmetal diska balon yangi qo'yilgan. Bu mashinani ochiqchasiga aytganda o'zim 5-6 oy oldin sotgan edim nasiyaga. To'lab olmagani sababli yana qaytarib oldik, yana qaytadan sotuvga qo'yapmiz. Zadniy mos, korobka, motorlari yaxshi. Kuzovida taxminan 20-30% ga yaqin kraskalari bor. Shu mashina. Mana. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizning narxi kelib naqd pulga 28 million so'mga xarid qilib olishinglar mumkin. Nasiya savdoga chiqmaydi. Faqat naqdga sotamiz endi. Hozir yana bitta mashina ko'rsatib beraman sizlarga. Hurmatli obunachilar, hozirgi ko'rsatadigan mashinamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan shu Damas 2larning birinchi boshiga chiqqanlardan. Mana mashinaning ko'rinishini bir qator ko'rib baho berasizlar. Holati zo'r, ideal holatda turibdi. Mashinaga yangi garmetal diska balonlari o'rnatilgan. Apshifkalarni ham o'zini zavodskiy apshifkasi. Salonlarning ishlari, chixollar qilingan. Yurgani salkam ikki qurib yurgan. Lekin mana shu stoykalarni ko'rsanglar dahshat turibdi o'ziniki. Bu tomoni ham mana xuddi shunday o'ziniki. Mashinaning salon ichlariga ham kraskalari yo'q. Ideal chotki holatda turibdi. Bu mashinamizning gazi, hurmatli obunachilar, propan gaz. Propan gazga qiziqganlar uchun gazi propanda. Zadniy mos, korobka, motorlari yaxshi, ovozi yo'q. Xullas bu mashinamizni 50 million so'mdan kelishtirib beramiz. Endi zo'r narsaning narxi ham o'zingizlar bilasizlar, hech kim yaxshi narsani arzonga berib yuborgisi kelmaydi. Kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar, xudo xolasa. Xo'sh, yana bitta zo'r mashinalarimizdan bor edi. Avtokreditga boshlang'ich to'loviga $1000 bilan chiqadi. 2023-yilda emas. Volsen diska balonlari o'rnatilgan, kraskasi 100% radnoy. Kraskasi radnoy kraskada, metan gazi bor. Salonlarning ishlari ham. To'ki kantashkalar ham chotki turibdi. Oylik to'lovi 2.600.000 so'mdan to'g'ri keladi. Avtokreditga hozircha Samarqand, Qashqadaryo, Baxmal, Jizzaxga beriladi. Kelib ko'rib olaverasizlar. Mashinamizni naqd pulga qiziqganlarga, hurmatli obunachilar, tan narxi $6.400. Naqd pulga. 2023 zo'r saqlangan mashina mana. Xo'sh, keyin 24imiz ham bor mana, 24. Bu ham jihozlangan tayyor mashina. 24. Bu mashinamizning narxi $7.800. O'sha Nexia 2 bor sotuvda. Variantga ham chiqadi 2000 borlarga, kraskasi toza. Mashina luks konditsioner, metan gazi bor. Yoshki Jiguli bor sotuvda 07. Bu mashinamizning narxi, hurmatli obunachilar, $1700 dan kelishtirib beramiz. Holati zo'r, ideal holatda turibdi bu ham. $1700 dan kelishtirib beramiz. Hozir ichkarida yana bir qator Damaslar bor, shularni ham bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Navbatdagi Damasimiz, hurmatli obunachilar, 12-yilda ishlab chiqarilgan. O'tgan kun buni adashib 11 deb videoga qo'ygan ekanmizlar, 2012.
Zadniy mos korobkalari yaxshi. Metan gazlari bor. Bu ham chotki mashina. Kraska bor, mayda chuyda petnolari bor. Diska balonlari qo'yilgan. $4000 sotiladi xullas. Kelaverasizlar. Toshkent o'tgan kun labuni ham shu videoga qo'yish paytiga adashibmiz. Bu boshlang'ich to'lov $1500 bilan chiqadi. 1500 bilan chiqadi. Propan gazi bor. 24. Oylik to'lovi 2.900.000 so'mdan, 3 milliondan chiqadi. 2024. Mana gazi. 2024 yangi holatda turibdi. Karmetal diska balonlar ham bor. Xullas keyin 2016-yil Damas bor. 2016 zadniy mos korobkalari yaxshi. Kraska mayda chuyda bor. Petnolar. Salonlarning ichlariga ham kojalar qilingan. Oldindan 20 million pullar bo'lsa agar, yetmaganiga 3 oy, 4 oygacha variantga chiqarib berish imkoniyati bor. Hurmatli obunachilar, 2016-yil mashina. Bu holati zakonni, idealni turibdi. Xo'sh, 2021-yil Damas bor. Boshlang'ich to'lov $1000 pul bilan chiqadi. Holati zo'r, kam yurgan. 2021. Oylik to'lovi 2.600.000 so'mdan to'g'ri keladi. Salonlarning ichki holatlari. Xullas idealni turibdi mashina. Diska balonlar qo'yilmatilgan yangi. Xullas shu haftaga assortiment yaxshi, hurmatli obunachilar. Keyin 24 bor. Oylik to'lovi 3 million 100 ming so'mdan chiqadi. 24. Damas 1 bor. 34 million so'mga 2005-yil. Mos korobkalari yaxshi, metani bor. Kraska taxminan shu 30-40% ga yaqin kraskasi bor. 2007-yil Damasimiz bor. Oldindan 15 millionlarga yaqin pullar bo'lsa agar, variantga chiqarib beramiz. Bu shu 2007-yil Damasimizni 10-15 million boshlang'ich to'lovi bilan qolgan qarziylarni misol uchun 2 oy, 3 oyga berish iloji bor. Most korobka motorlari yaxshi. 2007-yil Damas, metan gazi bor. 2007. Yurishi ham zo'r bu mashinani. Keyin 2023 yana bitta Damasimiz bor. Bu ham shu taxminan $1000 boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Oyligi esa 2.800.000 atrofiga bo'lib chiqadi. 2023 kraskasi yo'q. O'nojlik diska balonlar qo'yilmagan, o'zini zavodskoy balonlarida turibdi bu mashinamiz. Balonlarning ishlari ham yaxshi. Naqd pulga qiziqqanlarga, hurmatli obunachilar, bu mashinamizning narxi $6400. Gazi metan gazda. Keyin yana 24 bor. 2024. Bu ham $1000 boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Oyligi 3 million 100 bilan chiqadi. Xullas kelsanglar agar, mana misol uchun shu haftaga Damaslarimiz bor, mana seyrop, xudo xolasa bu 2021-yil boshlang'ich to'lov $600 bilan chiqadi. Oylik to'lovi esa 2.600.000 bo'ladi buniki. 2021, kraskasi yo'q, toza mashina. Xullas shu haftaga mana 1, 2, 3, 4, 5
6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11, 12 ta. Tashqarida ham yana mo'shinlarimiz bor. Xullas kelaverasizlar. Manzilimiz shu yuqorida aytib o'tganimizdek Samarqand shahar Saggana Yangiyo'lda shu savdolarimiz bo'lib o'tyapti. Kelaverasizlar savdomizga. Naqd, kredit variantga mo'shinlar harakat qilamiz sotishga. Faqat kreditga oluvchi xaridorlarimiz mana shu o'zinglarni mana shu istoriya holatinglarni tekshirib kelsanglar agar ortiqcha sarsongarchilik bo'lmaydi, xudo xohlasa. Bu yog'i toza, yaxshi a'lo chiqsa agar, xudo xohlasa, shahardan ham, bankdan ham bemalol yaxshi a'lo deb, misol uchun avtokreditga chiqaveradi. Bo'lmasa kutib qolamiz savdomizga, hurmatli obunachilar. Sog' salomat bo'lasizlar. Kanalimizga bittadan like bosib, fikringizni qoldirasizlar. Sog' salomat bo'linglar.